Bilamiz, kitobda yozilgan emas, chunki kitoblarda yozilgan ma'lumotlar Soyuz davrida bo'lgan ko'pi. Soyuz davridagi iqlim o'zgardi. 2025-yil 14-noyabr sanasiga mana ko'rib turganlaring Honex. Internetga Honex deb yozsalaring, bu Honex qaysi ma'nodaligini bildiradi. Sabab Honex asal, Honex, Honemon degan dorilar bor, asalli degan. Honex bu asalli shaftoli. Bir piyola asalni qo'yasiz, yoniga shaftolini qo'yasiz. Bir tishlasangiz farqi hech qanchalik sezilmaydi. Xuddi shu darajada shirin shaftoli hisoblanadi. Pishish vaqti iyun oyini oxiri, iyul oyini boshiga o'tib o'tmasdan joyiga qarab, tog'li rayonlarda iyullarga o'tadi. Adir va Adiroldi rayonlarida iyunning oxirida pishadi. Juda ham shirin shaftoli hisoblanadi. Yana bitta ma'lumot tariqasida aytib o'tmoqchiman, ko'rib turganlaring. Bu Honex enabog' hisoblanadi. Mana yaqinroqdan ko'rsatayım. 1,5 metrga bitta ekilgan. 1,5 metrga bitta. Gektariga 1666 ta to'rga 1,5 sxemada ekib bog' qilish imkoniyati bor. Bu shaftoli yaqin ekilganda umri u darajada 20-25 yil uzoq bo'lmaydi, lekin mana ko'rishingiz mumkin 1 litrli sistemada tarbiyalanyapti. 1 litrlida har bittasidan 20 kilo, 25 kilodan meva olganingizda 1600 ta daraxt qancha meva berishini kommentariyaga yozib qoldiring. To'g'ri bo'lsa, sizga xuddi shu ko'chatidan 20 dona jo'natib beramiz. Keyin yana bitta ma'lumot, bu hozirgi kunda yangi sortlar chiqyapti, tez chiqyapti. Zamonda seleksionerlarning hisobiga yangi sortlar tez almashyapti. Shu sababdan har bitta navda 25 yil, 30 yil yashashini hisobga olib emas, 15 yil sof daromad beradigan vaqtini hisobga olib ekishlarini maslahat beraman. Chunki 15 yil mobaynida bitta sortni ekasizda yangi narsa chiqib, to o'zimizda targ'ib bo'lib, amaliyotdan o'tib, o'zi natijasini ko'rsatguncha siz sortdan foydalanib bo'lasiz va daraxtingizni tez fursatda almashtirib, yangi sortda yana daromadni manbaini uzib qo'ymasdan, yo'qotmasdan borishini natijasiga olib keladi. 1 litrli sistemani 4 litrlik, 5 litrlik sistemalarda tarbiyalangan shoptollardan afzalligi shundaki, 1 litrli sistema 2-yildan hosil berishni boshlaydi. 2-yildan qo'yasiz 1 litr, yon shoxlarini olasiz, o'sha 1 litrda 2-yildan daromadga kirishni boshlaydi. Bu juda ham tez harakatlanadi. Abresga terish, mana ko'rishingiz mumkin, juda ham pastga qilib qilingan. Bu oddiy o'zimizni yovvoyi achchiqdana shoptolida bo'ladi. Yovvoyi achchiqdana shoptol yana bitta afzallik tomoni, buni tomiriga qurt tushmaydi. Sabab achchiqdana bo'lgani uchun buni tomiriga kam qurt tushadi. Eshak qurti yeb qo'yadi, ko'p joylarda kuzatamiz, lekin bu achchiqdana bo'lgani uchun buni tomiriga kam qurt tushadi. Bu yana bitta afzalliklardan. Ham joy darajasiga katta bo'ladi, kam suvda ham moslashaveradi, ser suvda ham. Tog'li rayonlarda, tog'oldi rayonlarda, har qanday muhitda, toshli yoki yumshoq joylarda ham bemalol effekt beraveradi. Faqat buni agronomlar maslahati yordamida kesish vaqti bo'ladi. Xuddi shu vaqtida, o'sha aytilgan vaqtda kessiz, bu siz aytgan joyda 1 litrda o'smasdan tik turgan joyda daromad beraveradi. Agar maslahatlar yoqqan bo'lsa, bitta like bosamiz. Mehnatlarga ham bitta like bosinglar. Hektariga 1666 tadan ketadi. Do'stlar, bu yuqori natija olish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1,5 metrga ekilgan shaftollar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bizda O'zbekiston muhitiga moslashgan va tajribalardan o'tgan daraxt turlari va tajribalarda o'tib kelayotgan natijali holatlar bo'yicha har doim ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlagan narsalar haqida ma'lumot beramiz. Kitobda yozilgan emas, chunki kitoblarda yozilgan ma'lumotlar Soyuz davrida bo'lgan ko'pi. Soyuz davridagi iqlim o'zgarishi hozirgi kunga nisbatan tubdan o'zgarib ketgan. Shu sababdan hozir faqat ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan ushlagan narsaga ishonishingizni maslahat beraman. Kuzatishda davom etasizlar, sog' salomat bo'lasizlar. Shoptoli ko'chatga shoshilamiz do'stlar, oz qoldi.